Assalomu alaykum, Infaziya YouTube kanalining ko'rishlari. Arvan rayonida ushbu ekranlarda ko'rib turgan 2020-yil ishlab chiqarilgan Hyundai Porter 2 mashinasi sotiladi. Ko'rib turganlaridek, sostoyaniyasi juda ham zo'r. Mana balonlar yangi. Dizel. Salonlar ham juda toza. Коробка передач автомат, Tiptronic. Hech qanaqa qiladigan ishi yo'q. Kuzovlari toza. Balonlari mana hammasi yangi. Bahosiga keladigan bo'lsak, 1.150.000 deyilyapti. Ozmas kami bor. Sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Agarda sizlar Infoaji YouTube kanaliga reklama bermoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga chiqmagan uylar, cheklar yoki domlar sotmoqchi bo'lsangiz 0554 28 21 23 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.